Assalomu alaykum azizam. Mana yana qo'limga qalam olib senga maktub yozishga o'tirdim. Farzandlaring salomatmi? Onalik mashaqqati seni qiynab qo'ymayaptimi? Onalik tinch va osuda tunlaringni uyqusiz bedorlikka alishtirish, badbo'y tagliklar, yopishqoq qo'llar va kafeinga qaramlik. Bilaman, ba'zan o'zingga bir daqiqa ham vaqt ajrata olmaysan. Hatto hammom eshigini yopib ham xotirjam o'tira olmaysan. Ammo bu qiyinchiliklar evaziga Allohning huzurida albatta ajru mukofotlar bordir. Agar bilsang, ba'zan men ham 6 farzandning onasi sifatida juda qiynalib ketaman. Ba'zan o'z farzandlarim bilan til topisha olmaganimda, qanday chora qo'llashga boshim qotganda, qanday dars qildirishni bilmaganimda, bomdodga uyg'otishdan ojiz qolganimda, ekran vaqtini nazorat qilolmaganimda, o'zimni aybdor his qilganimda, charchagan va asabiy bo'lganimda, hammasi Allohning qo'lida ekanini, mendan faqat harakat va men faqat jarayonga mas'ul ekanim, natija esa undan ekanini o'ylab taskin topaman, tasalli olaman. Alloh niyatimiz uchun ham ajr beradi. To'g'ri niyat bilan harakat qilaveramiz. Garchi ba'zan o'zimizni go'yo bo'zchi belboqqa yalchimayotgandek his qilsak ham. Men uchun eng katta motivatsiya bu oxiratdagi ajr. Bir kuni kelib har narsaning hisob-kitobi qilinganida, mana shu onalik yo'lida chekkan mashaqqatlar kichik gunohlarimizga kafforat bo'lishini umid qilaman. Alloh bilan gaplashaman. Alloh bilan dardlashaman. Sen ham Alloh bilan gaplash. Ba'zan so'zlar yetmaydi. Hech kim seni tushunmayotgandek tuyuladi. Ana shunda qalbingdagilarni bostirma. Alloh bilan gaplash. Alloh seni eshitadi. Hatto sen to'g'ri so'zlarni topa olmasang ham. Duo qil. So'zlaringni ortiqcha bezashga ne hojat? Faqat samimiy bo'l, rost bo'l. Yo Alloh, men charchadim. O'zing yo'l ko'rsat. Yo Alloh, men taslim bo'ldim. O'zingga topshirdim. O'zing xayrlisiga boshla desang ham yetadi. Chunki Alloh uchun eng muhim narsa so'zning go'zalligi emas, qalbning samimiyligidir. Qur'on o'qi. Bu faqat o'qish emas, bu Allohning sen bilan muloqoti. Har bir oyatda Alloh seni tinchlantiradi, yo'l ko'rsatadi, hidoyat qiladi. Ayniqsa namozda Alloh bilan eng yaqindan gaplashishing mumkin bo'ladi. Sajdada peshonang yerda bo'lsa, ruhing Allohga eng yaqin holatda, yuragingni qiynayotgan dardlaringni to'kib sol. Tafakkur qil. Tong otishini, kun botishini, yomg'irni, shamolni, bolangning kulgusini ko'r. Atrofingga boq. Bularning bari Allohning, Al-Xoliqning, ilohiy bir yaratuvchining yer yuzidagi alomatlari sen bilan so'zsiz gaplashishidir. Alloh bilan gaplash. Bu so'z bilan emas, qalb bilan, his bilan, yaqin bilan bo'ladi. Duoda, namozda, Qur'on tilovatida, tafakkur bilan bo'ladi. Alloh bilan gaplash. Chunki Alloh har doim javob beradi. O'z yerida, o'z vaqtida, o'z tarzida. Alloh bilan gaplash. Unutma, biz qalb diyoriga safarga chiqdik. Men seni o'sha yerda kutaman.